do'stlar. Kechagina biz mana shu kaptarni ushlab oldik va buni do'stlar biz zotini bilmayapmiz. Do'stlar, agar bilganlar kommentariyada yozib ketasizlar do'stlar va bu tar bozorda menimcha 40 ming yo 50 ming ham kelsa kerak do'stlar. Mana qaranglar, buni o'zi alohida. Xuddi jo'naga o'xshaydi do'stlar. Mana oyoqdagi patlarini qaranglar, juda ham o'tkir. Voy mana do'stlar. Va bu kaptar juda ham qimmatga ketsa kerak. Men o'ylashimcha taxminan mana shu kaptar 50 ming yo 65 mingga ham ketadi do'stlar va sizlar nech pul deb o'ylaysizlar do'stlar? Mana shuni narxini bilganlar va zotini bilganlar kommentariyada yozib ketasizlar do'stlar va bundan ham yana kaptarli videolar ko'rish xohlasalaring bizga like bosinglar va boshqa videolarni ham olamiz. Misol uchun yana boshqacha chujoy, yana boshqa kaptarlarni ham olishimiz mumkin do'stlar. Yana shunaqa video, qanaqa keyingi video qanday bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar va eng ko'p like yig'gan kommentariyani keyingi videoda ana shu videoni olib ko'ramiz do'stlar va ko'rganinglar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.